Assalomu alaykum hurmatli avtomobil ishqibozlari. 2 kun oldin qo'ygan 23-yil bezlik qora Gentra'mizni narxi o'zgardi. Arzonlashdi narxi. Egalariga pul zarurligi sababli mashinamiz narxini 11 ming dollarga tushirib qo'ydik. Bitta kalinkasida orqa krillosining tepasida bir qarshi petnosi bor, holati yaxshi. Gerb laboylar qo'yilgan. Amerikan Coptra rangi qora 23-yil ishlab chiqarilgan. Texpasporti ham, kuzov ham 23-yil ishlab chiqarilgan. Yana bir ikkita kommentlar bo'libdi, 22 mi bu deb. Narxi arzonligi sababi bezlik. Kim qiziqsa, egasini nomerini har doimgidek pastga qoldiraman. Aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.